Yoshlarni ekologiyaga nisbatan g'amxo'r etib tarbiyalash kelgusida atrof muhitni tozaligi, hayvonot va nabodot olamining xilma-xilligiga xizmat qiladi. Mirzaobod tumanining qator maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolajonlarda ekologik madaniyatni shakllantiruvchi dars mashg'ulotlarining o'tkazilishi ayni ishlar samaradorligini oshiradi. Muxbirimiz tumandagi 5-son maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'ldi. Bolalar murg'ak qalb egalari. Ularning sifatli ta'lim olishi hamda zarur bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi davlat ahamiyati darajasidadir. Mirzaobod tuman 5-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti o'quv yili avvalidan boshlab reja asosida bolalarga sifatli ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Ayniqsa ularda ekologiyaga nisbatan g'amxo'r munosabatda bo'lish, atrof muhit ifloslanishini oldini olishda o'z hissasini qo'shish kabi amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish. Bu borada bolalar rivojlanish xaritasi asosida ish olib borish ayni maqsadga muvofiqdir. Tashkilotda o'tkazilgan o'quv amaliy seminarda bu haqida batafsil ma'lumot berildi. Bizning tashkilotimizga ekologik ta'lim tarbiya yo'nalishi tushgan. Maqsadimiz tarbiyalanuvchilarga bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lgan ekologiyani asrash, asrab-avaylash, tabiatga nisbatan hurmatda munosabatda bo'lish hamda yashil makon umummilliy doirasida yashil makonni tashkil etishni o'rgatishni maqsad qilib qo'yganmiz. Shu asosda tarbiyalanuvchilarga mashg'ulotlarimizda, sayrlarimizda ekologik ta'lim tarbiya berishni amalga oshirib bormoqdamiz. Seminarda Mirzooboddagi barcha davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlari va tarbiyachilari jam bo'ldi. Yoshlarda ekologik madaniyatni bog'cha yoshidan boshlab shakllantirish, ularni ona zaminga g'amxo'r etib tarbiyalashda nimalarga e'tibor qaratish lozimligi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishdi. Biz o'zimizga tajriba almashish uchun ko'p narsalarni o'rgandik. Hozir mana tashkil etilgan eko bog'larni ko'rdik, eko bog' sxemalari yaratilgan, ekologiya markazlari gruppalarda tashkil etilgan hamda barcha gruppalarda biz ekologiya yo'nalishi bo'yicha ochiq mashg'ulotlarni kuzatib chiqdi. Direktorlarimiz o'zimiz ham kirib kuzatib chiqdik. Biz o'zimizga kerakli ma'lumotlarni mana shu seminarda oldik. Albatta buni kelajakda o'zimizda davlat maktabgacha ta'lim tashkilotimizda tatbiq etamiz. Seminar o'zaro tajriba almashish maqsadida tashkil etilgan bo'lib, bevosita amaliy ko'rinishda o'tkazilgani tashrif buyuruvchilarda yangi g'oya va tashabbuslarni paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Bu esa albatta maktab yoshigacha bo'lgan bolalarni har tomonlama mukammal o'qib o'rganishida ijobiy samara beradi.